Vassalatu vassalamu ala nabiyyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan Muaz bin Jabal rivoyat qiladi. Bir kuni Madinalik sahobaning uyida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda jamoat bo'lib suhbatlashib o'tirgan edik. O'sha payt tashqaridan bir ovoz eshitildi. Ey uy egasi, ey ichkarida o'tirganlar. Uyga kirsam maylimi? Sizlarda bir gapim bor. Sizlarda bir iltimosim bor. O'tirganlarning orasida eng kattasi va ulug'i payg'ambarimiz bo'lganligi uchun nima deb javob berar ekan deb hamma sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qaradi. Hayron bo'lib qolgan sahobalarni ko'rgan payg'ambarimiz ularga qarab shunday dedi: "Bu kelib turgan kim ekanligini bilasizlarmi?" Biz hammamiz javoban eng yaxshi biluvchi Alloh va uning rasulidir dedik. Bunga javoban payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday dedi: "U la'natli iblisdir, shaytondir. Unga Allohning la'nati bo'lsin." Shunday deyish bilanoq Hazrat Umar radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh, uni o'ldirishimga ruxsat bering" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat bermadi va shunday dedi: "Tegma, ey Umar. Alloh unga muhlat berganini bilmaysanmi?" Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Eshikni ochinglar, kirsin. Bu yerga kelish unga amr qilingan. Uning aytganlarini diqqat bilan eshitinglar va tushunishga harakat qilinglar." Eshikni ochdik. U kirdi va u bizga ko'rindi. Qarasak, qari, ko'zlari g'ilay, ko'saligidan yoqida 6 ta yoki 7 ta soqol osilib turibdi. Otlarning qili kabi. Ko'zlari tepaga qaragan, boshi fil kallasi kabi katta. Keyin o'sha allayn salom berdi. Uning salomiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Salom Allohnikidir, ey layn. Bir ish bilan keldim deding. Nima ishing bor?" Mening bu yerga kelishim o'z xohishim bilan emas, balki majbur bo'lib keldim. Qanaqa majburiyat? Izzat sohibi Allohdan bir farishta kelib menga dediki, Alloh senga Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yoniga xor-uzor bo'lib borishingni amr etdi. Unga borib odamlarni qanaqa qilib aldashingni ochiq-oydin aytasan. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam sendan nima so'rasa, hech yolg'on aralashtirmasdan to'g'risini aytasan. Keyin Alloh menga: "Agar yolg'on gapirsang, seni kul qilib yuboraman va dushmanlaring oldida seni sharmanda qilaman. Xullas ey Muhammad, o'sha amr bilan yoningga keldim. Xohlaganingni so'ra. Agar so'raganlaringga javob bermasam, dushmanlarim meni mazoq qiladi. Men uchun dushmanga mazoq bo'lishdan og'irroq narsa yo'qdir." Modomiki yolg'on gapirmas ekansan, unda aytchi, odamlarning orasida eng yomon ko'rganing kimdir? Sensan ey Muhammad. Alloh yaratgan narsalarning ichida eng yomon ko'rganim sensan. Mendan keyinchi Allohdan qo'rqqan yoshlar. Ular borini Allohga beradi. ulardan keyinchi Sabrli va shubhali narsalardan ehtiyot bo'lgan olimlar. keyinchi Tozalik va yuvishda 3 martadan yuvadigan odamlarni. undan keyinchi Ehtiyojini hech kimga bildirmaydigan sabrli kambag'alni. Ahvolidan hech ham shikoyat qilmaydi. Xo'p, bu faqirning sabrli ekanligini qayerdan bilasan? Ehtiyojini o'ziga o'xshagan ojiz bandalarga aytmaydi. Kim o'z dardini odamlarga 3 kun orqama-orqa aytsa, Alloh uni sabr qiluvchilardan deb hisoblamaydi. Xullas, sabrli odam bunaqa qilmaydi. Men esa ularning sabrini hatto harakatidan va shikoyat qilmasligidan tushunib olaman. Keyinchi Shukr qiluvchi badavlat odamni. boyning shukr qiluvchi ekanligini qayerdan bilasan? Topgan dunyosi halol bo'lsa va kerakli narsalarga sarf qilsa, u holda u shukr qiluvchilardandir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mavzuni o'zgartirib boshqa savol qo'ydi. Xo'p, mayli. Aytchi, ummatim namoz o'qiganida holing nima bo'ladi? Yo Muhammad, mening ismim oshadi va titrayman. Nega eylayin? Chunki bir qul Alloh uchun sajda qilsa, martabasi bir daraja yuksaladi. Roza tutgandachi? U paytda iftorlikkacha bog'lanib qolaman. Hajga borsachi? U paytda jinni bo'lib qolaman. Qur'oni Karim o'qiganlaridachi? Unda erib ketaman, xuddi olovda erigan qo'rg'ashin kabi. Sadaqa berganlaridachi? Sadaqa beruvchi meni arra bilan ikkiga bo'lgandek ikkiga bo'linaman. Nega ikkiga bo'linasan, ey Abu Murra? Mayli, bunga ham javob beray. Chunki sadaqada 4 ta go'zallik bor. Ularning birinchisi, Alloh taolo sadaqa bergan odamning moliga baraka beradi. Ikkinchidan, ana shu sadaqa egasini xalqqa sevdiradi. Uchinchidan esa, Alloh sadaqa egasi bilan jahannam o'rtasiga sadaqani parda qilib qo'yadi.
To'rtinchidan esa Alloh taolo sadaqa tufayli egasini baloyu musibatdan saqlaydi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iblisdan sahoba-i kirom haqida savollar so'radi. Abu Bakr haqida nima deysan? U johiliya davrida ham menga itoat qilmagan. Islom kelgandan keyin qanaqa qilib menga itoat qiladi? Umar bin Hattob haqida nima deysan? Allohga qasamki, uni ko'rganimda qo'rqqanligimdan hamon qochaman. Usmon bin Affon haqidachi? Undan qattiq uyalaman. Xuddi Rahmonning farishtalari undan uyalgani kabi. Xo'p, Ali ibn Abu Talib haqida nima deysan? Qani endi undan bir qutulsam. U yolg'iz qolsa-yu va meni ham yolg'iz qoldirsa. Lekin men uni yolg'iz qo'ysam ham u meni o'z holimga qo'ymaydi. Ummatimga baxt ato etgan va seni oxiratgacha shaqiy qilgan Allohga hamd va sano bo'lsin. Yo'q, ey Muhammad, qani ummatingning baxti? Men oxiratgacha tirik ekanman, sen qanaqa qilib ummatingni baxtli ko'rasan? Men ularning qon tomirlariga kirib, go'shtlariga aralashaman. Ular mening bu holimni ko'rmaydilar va bilmaydilar ham. Meni yaratgan va oxiratgacha muhlat bergan Allohga qasamki, ularning hammasini yo'ldan ozdiraman. Johil bo'lsin, olim bo'lsin, ummiy bo'lsin, o'qimish bo'lsin, gunohkor bo'lsin, obid bo'lsin, xullas hech kim mendan qutula olmaydi. Faqatgina Allohning xolis qullarini yo'ldan ozdira olmayman. Sen uchun ixlos sohibi bo'lgan muxlis qullar kimlardir? Bilmaysanmi? Ey Muhammad, kimki dirham va dinorni sevsa, u Alloh oldida ixlos egasi emasdir. Agar dinor va dirhamni sevmaydigan va maqtanishdan hazar qiladigan odamni ko'rsam, unda u odam ixlosli ekanligini bilib olaman va undan qochaman. Maqtanishni sevgan va yuragi dunyoviy orzularga bog'liq bo'lgan qul oralaringizda menga eng itoatli qul ushadir. Bilmaysanmi? Gunohlarning eng kattasi dunyo sevgisidir. Bilmaysanmi yo Muhammad? Boshliq bo'lish sevgisi ham eng katta gunohlardandir. Yo Muhammad, bilmaysanmi? Mening 70 mingta bolam bor. Ularning har birini maxsus bir ish bilan tayin qilganman. Keyin ana shu bolalarimning har birining yonida yana 70 ming xizmatchi shayton bor. Ularning ba'zilarini olimlarga, ba'zilarini yoshlarga, ba'zilarini qariyalarga, ba'zilarini esa qariya ayollarga. Yoshlarga keladigan bo'lsak, ular bilan oramizda hech bir kelishmovchilik yo'q. Ular bilan yaxshi kelishamiz. Yosh bolalarga kelsak, ular bilan biznikilar xohlaganidek o'ynaydi. Ba'zi birlarini ko'p ibodat qiluvchilarga va ba'zilarini esa zohidlarga dard qilib qo'ydim. Shaytonlar ularning yoniga borib, har xil ahvolga soladi. Yonidan hech ketmaydilar. Oxir oqibat obidlar sabablarini so'kishga boshlaydilar. Natijada ularning ixloslarini olib qo'yaman va qilgan ibodatlari ixlossiz bo'lib qoladi. Lekin ular buning farqiga borishmaydi. Bilmaysanmi ey Muhammad? Rohib Barsisi 70 yil Allohga ixlos bilan ibodat qilgan edi va shunday darajaga yetdiki, Allohning ehsoni bilan qaysi bir kasal uchun duo qilsa, u kasal odam darhol shifo topib ketar edi. Keyin men uning iziga tushdim. Hech qo'yib yubormadim. Zino qildi, odam o'ldirdi, oxirida kofir bo'ldi. Bu o'sha kimsadirki, Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi. Shaytonning holi kabidirki, u insonga kofir bo'l dedi va u kofir bo'lgach, o'shanda shayton men sendan uzoqman. Men olamlarning Robbi bo'lgan Allohdan qo'rqaman dedi. Bilmaysanmi yo Muhammad, yolg'on gapirish mendandir va ilk yolg'on gapirgan ham menman. Har kimki yolg'on so'zlasa, u mening do'stimdir. Har kimki yolg'on qasam ichsa, u ham mening sevgilimdir. Bilmaysanmi yo Muhammad, men Odam alayhissalom va Havoga yolg'on qasam ichdim. Darhaqiqat men sizlarga nasihat berguchiman dedim. Men bunday qilaman, chunki yolg'on qasam ichish mening ko'nglimning xursandchiligidir. G'iybat va so'z tarqatishga kelsak, ular mening mevalarim va rohatimdir. Har kimki taloq bilan qasam ichsa, u gunohkor bo'lish xavf ostidadir. Xoh bir marta bo'lsin, xoh rost narsa bilan qasam ichsin, har kimki taloq so'zni og'ziga olsa, haqiqat aniq bo'lgungacha jufti o'ziga harom bo'ladi. Va ana shu tariqa ulardan qiyomatgacha hosil bo'lgan farzandlarning hammasi zino farzandi bo'ladi. Og'zidan chiqqan taloq so'z tufayli hammasi jahannamga kiradi. Yo Muhammad, namozni kechiktiradiganiga kelsak, uni ham aytib beray. Namozxon qachonki namoz o'qimoqchi bo'lsa, uni ushlab, hali vaqting bor, sening ishlaring ko'p, ishlaringni bitirib ol, keyin o'qiysan deb vasvasa beraman. Va u vaqti o'tib ketgach qazo qilib o'qiydi.
va bu sababli uning namozi yuziga solinadi. Agar u kimsa meni mag'lub qilsa, unda unga odam shaytonlarini yuboraman va ular uni namozdan qoldiradi. Agar o'shanda ham mag'lub qilsa, u holda unga namoz paytida kelaman va o'ngga qara, chapga qara deyman. U esa qaraydi. O'sha aytganimni qilgan odamning yuzini siypab peshonasini o'paman. Bundan keyin unga sen abadiy yaramas ish qilding deyman va uning xotirjamligini buzaman. Sen ham bilasan-ku ey Muhammad, kimki namozi atrofga qarasa, Alloh uning namozini qabul qilmaydi. Agar o'shanda ham unga mag'lub bo'lsam, namozni yolg'iz o'qigan paytida boraman va unga namozni tezroq o'qishni buyuraman. Va u esa amrimni bajo keltirib namozini tez-tez o'qiydi. Xuddiki xo'roz yerdan don yig'gani kabi. Agar mag'lub bo'lsam, unda jamoat bilan namoz o'qiganida uning yoniga boraman va boshiga ip bog'lab imomdan oldin sajda va ruku qildiraman va imomdan oldin sajda va rukudan turg'izaman. U odam shunday qilganligi uchun qiyomatda Alloh uning boshini eshakning boshiga aylantiradi. Agar u odam yana g'olib bo'lsa, unda unga namozda barmoqlarini qitirlatishini buyuraman. Natijada u menga tasbih aytganlardan bo'ladi. Lekin bu ishni namoz ichida qildira olsam, agar u meni yana mag'lub qilsa, uning yoniga yana boraman va bu safar namoz paytida uning burniga uflayman. Men uflashimdan u esnaydi. Agar u esnashida og'zini qo'li bilan yopmasa, uning ishiga kichkina shayton kiradida dunyoga bo'lgan hirsini va dunyoviy maqsadlarini ko'paytadi. Ana bundan keyin o'sha kimsa bizga itoat qiladi. Aytganlarimizni eshitib bajo keltiradi. Sen ummatingni qanaqa qilib baxtli deysan? Men ularga ne to'zoqlar quraman. Miskinlarning, chorasizlarning va bechoralarning yonlariga boraman va namozlarni tark etishni buyuraman. Va yana namoz sizlar uchun emas, namoz boylarga va sharoiti yaxshi bo'lganlar uchundir deyman. Keyin bemor va kasallarga boraman-da, namoz o'qima deyman. Chunki Alloh taolo Nur surasida 61-oyatda kasallarga qiyinchilik yo'q degan deyman. Namozni shifo topganingda o'qiysan deyman. Va u namozni tashlab qo'yadi, hattoki kufrga ham kirib ketishi mumkin. Agar u namozni tark etib o'lib ketsa, Allohning huzuriga chiqqanda Alloh unga g'azablanadi. Ey Muhammad, agar mana shu so'zlarimga yolg'on aralashtirgan bo'lsam, meni chayon chaqsin. Hamda agar yolg'on aytgan bo'lsam, Alloh meni qul qilib yuborsin. Yo Muhammad, sen ummating uchun nega xursandsan? Holbuki men ularning 6da birini dindan chiqardim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa iblisga qisqa savollar bera boshladi. Ey Layn, sen kim bilan birgalikda o'tirasan? Foiz yeguvchi bilan. Do'sting kim? Zinokor. Kim bilan yotasan? Mast bilan. Mehmoning kim? O'g'ri. Elching kim? Sehrgarlar. Ko'zingning nuri nima? Xotinni taloq qilish. Sevgiling kim? Juma namozini o'qimay qo'yganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mavzuni ozgina o'zgartirib, boshqa savollarga ko'chdi. Ey la'natli iblis, seni qaysi narsa ranjitadi? Alloh yo'lida jihodga chopgan otlarning kishlashi. Xo'p, unda sening jismingni nima eritadi? Tavba qiluvchilarning tavbasi. Jigaringni parcha-parcha qiladigan narsa nima? Tuni kuni Allohga istig'for aytish. Yuzingni burishtiradigan narsa nima? Yashirin sadaqa. Ko'zlaringni ko'r qiladigan narsa nima? Tungi namoz. Boshingni egdiradigan narsa nima? Jamoat bilan o'qiladigan namozning ko'pligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana mavzuni o'zgartirdi va mana bu savollarni so'radi. Sen uchun odamlarning eng baxtlisi kimdir? Namozini qasddan Robbingdan nimalar istading?